Dostlar, hammaga salom. Bugungi sotuvdagi obyektimiz Notirar Olsut yer maydonida joylashgan. Ana shunday mal ferma bo'ladi. Qalasanglar mal ferma qilsanglar bo'ladi, qalasanglar buzib tashlab boshqa narsa qilib sotsanlar ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, ağaçlarına e'tibor berasizlar. Birin-birini sanab chiqdim. 150 dan ziyod ağacı var, sifatli ağaçlar. Qadimda zo'r ağaçlardan bostirgan. Undan tashqari shu temirlarni ham buzib turib ağaçlarni sotsanlar ham biroz pul bo'ladi. Endi agar yo'q, tayyor sholatında yer berini to'lab turib ishataman desanglar, tayyor mal ferma bo'ladi bu yer. Biroz mal vaqsa bo'ladi. Bu videoni ana shunday fermer aka-uka tanishlarga tashlab qo'yganlar manfaatli bo'ladi. Narxlar ham bunday qimmat emas. Egalar bilan kelishib, bir bahoga ko'ndirib qo'ydik. Ustidan undan ham kelishib, savdolashib beradilar. Agar mabodo pullaringiz kamlik qiladigan bo'lsa, variantlar ham bor. Bemalol telefon etsanglar gaplashaveramiz. Dokumentidan hech qanday muammo yo'q. Notariusda atlaringiz o'taveradi. O'zi oldin bu yer sholli xaroz, buday xaroz bo'lib ishlaganlar. Biroz material bor bu yerda. Temir materiallar, ağaçlari, hamma narsasini agar buzib tashlab sotgan taqdirda biroz pul bo'ladi. O'rnini o'zini turar qilib, joy o'rin qilib ishlab olsangiz ham bo'ladi. Lokatsiyasi endi shahardan sal uzoqroqda, lekin kimlargadir shu yerdan bir kerak bo'lsa, izlab yurganlar bo'lsa, shularga tashlab qo'ysanglar, manfaatli video bo'ladi. Tashqari ko'rinishlarini ham ko'rsatib, adreslarini to'liq tushuntirib o'taman. Narxini egalar 15 ming dollar aytib turibdi. Qatib qo'ygan narx emas. Bemalol kelib, ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Yetmasa pullaringiz variantlar ham bor, bo'lib bersanglar ham bo'ladi. Mana orqa taraflari. Mana shu temirlardan sotsang biroz pul bo'ladi. Metalon. Mana shu orqa tarafi orayog'i yo'l taraf bo'ladi. Zudlik bilan sotiladi, kelishlar uni qotib, egalari uni o'tirmaydilar. Naq pul bo'lsa ustida kelishib, baraka qilib olsanglar bo'ladi. Tayyor mal ferma. Mana ko'rib turganingizdek, yana solingan ustlari, bu taraflari. Asfaltlar uzoq emas. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Chayka ofisida joylashgan bo'ladi. Bu tarafimiz Ayasqal'dan kelish, bu tarafimiz Bo'stondan kelish. Hozir asfaltga yo'lga chiqib tushuntirib o'taman, to'liq lokatsiyasi bilan. Narxi 15 ming dollar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon etaverasizlar, ustida gaplashamiz, savdosi bor. Bu tarafimizda ham yana bir darvozasi bor. Bir garaj qilsanglar ham bo'ladi, tovuq ferma, mal ferma. Onun ikki tarafidan darvozasi bor, orqa elde darvozasi bor. Bu yoqlardan yana bir ikki xonalar bor, bular kerak bo'lsa ishlatasizlar, bo'lmasa buzib tashlasanglar ham bo'laveradi. Hozir endi ko'cha yog'ini ko'rsataman. Asfaltdan shunda tushib kelganingizda bir 500-600 metr yurib kelsanglar, o'ngga birinchi ko'cha chiqadi. Shu ko'chadan kirganda ana shu zdaniya bo'ladi. 3 pas to'qlar ham tushib turibdi bu yerga. To'qdan muammo yo'q. Qiziqqanlar bo'lsa, pastdan nomerga telefon etsanglar, kelib ko'rsanglar bo'ladi, bo'lmasa ko'rsangiz, narxi yana aytganimdek 15 ming dollar, kelishlarni, qaytlarni payğasi bor. Qatib qolgan narx emas, variantlar ham bor, bo'lib bersanglar ham bo'laveradi. Hammaga rahmat, bizga kuzatishda davom qiling. Lokatsiyani aniq tushuntiradigan bo'lsam, bu taraf Bo'stondan kelish bo'ladi, bu tarafimiz Ayasqal'a. Ana shu ikki etaj joydan arendar olib kirsanglar bo'ladi. Ana shu ko'chadan kirib borganingizda bir 500 metr yursanglar, o'ng qo'lingizda joylashgan, sarojina bor. Bu tarafimiz ham yop, bu tarafimiz ham kichkina yop. Oqar suvdan hech qanday muammo yo'q.